Assalamu alaikum. Dünyanın arkadaş yerlerindeki möhtürem vatandaşlar, hemminlağı Allah'ın salamı rahmeti boğay. Hayıtınla hem mübarek boğay. Bugün programınınki riyasetçiliğinin başlanışını yani ben bulap kaldım. Abdülaziz Birader'inki azırak zahmet olup kaldı. İlanışı ülgürdü inşallah. İlanda berilgende bugün dağıtınlağı Hecgala kadar programının devamı boğan Mescid-i Haram. Biz Mescid-i Haram deb köndük. Asli to'g'risi atılışı Mescid-i Haram ve Haram ayla to'g'risida program bo'ladi. Programını hozir qadar ta'lim qilayotgan ustoz Kerim Zahir efendi ikramimizda. Assalomu alaykum, xush keldi. Aleykümselam, hayırlı mübarek. Birga bo'lsin, rahmat. Aytma. Musafir qaytolmaykin deb bir zamonlar bir she'r o'qigandik. Borgan sira aytdim uzoqlashib ketadigan o'xshaymiz. Shunday qilib, hajga aloqador mazmunninki vaznning ig'irligi, xatoliklarning ko'pligi tufaylidan dastlab programmaning beshida nurg'un talablar bo'lansimi, lekin insonlarning, ya'ni bizning bu Qur'on manbalik din tushunchasiniki Uyg'ur orasida yangi boshlanishi bo'lganligi uchun xalqimizninki azm qilinmasligini nazarda tutib bu programni kechiktirib eng oxirida majbur degidek bu temaga kirdik yana. 97. sonda turibdik. İlgari 96. sonning har birisida Uyg'ur tarixida davr bo'lgich xarakterli fikrlar, yangi tushunchalar o'tirib qo'yilib keldi. Aql egalari uchun nurg'un ibratlar va ta'lim tarbiya uçurlar, mənbələr verildiğin oldu. Həcgə əlaqələr ilgirki məzmunda sözlənginini təkrarlaşdığın ayet yox. Bugünkü məzmunda Məscid-i Haram və Haram ayla haqqında toxtulğan bolduq. Zaten Məscid-i Haram haqqında ve zaten onun muqaddesliği nerede? Nemisi muqaddes deyimiz zaten qandaq bir joy o. Onun ismi nemisi ulu. Onundaki ibadet ve günah meyissetlerinin başka yerlerden boğan farkı zaten var mı yok mu? Meselelerine ilgili kafirler ve müşrikler kiriş çeklengen deyilgen sözler bulungan bunun menbesi ya ki asası var mı? Şundak boğan takdirde ve keyinki yakın zamanki mezgillerde Mescid-i Haram'ninki başkaları mı sayar şekilde içiltilgenlik ve hatta Xitay tecavüzçülerinin mı u yerlerde video taqtib o'ziniki shu Kabe'ga qarab turib kulib yeyib maza qilib chiqib ketgan videolarini ko'rgan bo'ldik. Yani bunun sebepleri nimenin alametleri bular. Qanday qilib ularni baralaydigan bo'lib qoldi. Meselelerimiz zaten ziyorat qilish buyurilgan bir amalmi? Ondan başka mesela Kabe, Safa, Merve, ihram bağlap giriş, Zemzem qatarlıq şununla alakadar mezmunlar hakkında tefsirli toxtalışqa ihtiyacımız var. Söz sizlərdə merhamet. Assalamu alaikum, dünyanın ayakası cahil görmez kardeşler. Hem Allah'ın etken Kurban Bayramı mübarek olsun. Ötkende mescid doğruluk toxtaldık bir kur. Hem de məscidlərin içində Məscid-i Haram deb şu haramdakı məscidni körsüdüğən bir məscidniki ismi to'g'riliq to'xtalamiz. Ondan keyin Haram ayla haqqa to'xtalamiz. Agar vaqtimiz yana eshib qolsa, hajji faoliyatiga munosabatli to'xtalishimiz mumkin, ammo oshmaydi deb o'ylayman. Bu ikki so'z bilan bugungi dars tamoman tugishi mumkin. Kelarki darsda inshaalloh şu hacc faaliyeti, ihram deyimiz, şeytan taş yetişteyimiz, kartaşın su içteyimiz, o hakeza nurgulluğun o yerde nesler var. Onu hem de birlep sözlep kelgen vaxtda yamancıq bir nəs çıxıdı. Ben bu şu dersini başlaşdım aldı da qalğan bazı bir ibadetlerde 30-40%, 20%, bazı 50-60% özü xoşluq etken bolsa sırtdan bu hacc faaliyeti de yani hacc münasibetlik nəslerde yani 90% qo'shilib ketdik deb degandim. Shuning uchun 90% shakal, ya'ni axlatning o'zini orib, mana aslida mavti deb bo'lish biroz qiyin to'xtaydi. Shuning uchun kuchimizni yetishcha hozir mana shuni toz mukammal bo'lib ketmasin har holda bir
tunuşturup ötümüz. Ama davamlılık şu sahalı toxtuluş arqılıq onu mükemmelleştirimiz bağınca inşallah. E, Mescid-i Haram. Hem de bu yerde e, bu Kəbini hazırki vaxtda bütün Müslümanlar Kəbini Mescid-i Haram deb qaraydı. Hem de bu Mescid-i Haram degan so'zning o'zini bir tushunib o'tish kerak. Bu bir atalg'u. Masjid degan kelime itoat qilish o'rni, itoat markazi degan ma'noni bildirdi. Sajda deganning o'zi masalan fasajada degan Qur'onda nurg'un oyatlar chiqadi. Sajda qilinglar degan oyatlar chiqadi. Ashuna hammasi nima desa bo'ysuninglar. Masalan daraxtlarmi Allohga sajda qiladi degan oyatlar bor Qur'oni Karimda. U nimani bildirdi desa ve şemsu vel kameru yescudan degan oyatlar bor. Ashuna hammasi oy, yulduz, daraxt to'g'riliqin bor bu to'g'riliq Allohga, Allohniki tabiiy qonuniyatiga bo'ysunadi degan ma'no chiqadi. Shuning uchun bu yerda masjid ismi makon nimani bildirdi desa bo'ysunish markazi, ya'ni itoat qilish markazi degan ma'noni bildirdi. Haram degan so'zning o'zi cheklama degan ma'noni bildirdi bizniki tilimiz bo'yicha. Ama Türkler yasak deydiken misal. Bu nima degan gap desa, yani bir yerde yani haramdan ibaret, yani Mekke'den ibaret bir şehrin içinde qandaq ishlarni qilmaslik haqida belgilemeler var. Mesela o yerde fela repese ve la pusuka ve la cidale fil hac degan o'zi oyatlar var. Bunu biz şu hac faaliyeti ne sözlüğe vaqtida ne qilamiz, yani qayta tekrarlaymiz bunu. Yani u yerga borgandan o Mekke shahriniki tuzumiga bo'ysunish degan bo'ldi. U yer jadal chiqarmaslik, boshqalar bilan o'z boshqalarni haqorat qilmaslik degandek o'zi bir tuzumlar bor. Shu tuzumlarning o'zi nima degan vaqtda buni harom deydi endi. Harom deganning o'zi yeydigan, ichadigan narsaga qartilgan narsa emas, o'sha yerda qilishga bo'lmaydigan ishlarni ko'rsatdi misolda. Shuning uchun bu yerda bu Masjid-i Haram degan bu ikki so'zni bir yerga keltirgan vaqtda nima bo'ldi degan vaqtda, yani qonun chiqarish, yani insonlarniki itoat qilgan markazda qonun markazniki masjid deganning o'zi insonlarniki itoat qilish markazi bo'lsa, haram deganning o'zi haram o'zi nimalqi qonun degan ma'noni bildirdi. Bir tarafdan shu hozirgi ani qilinglar, ma'ni qilmang degan so'zning hammasi shu qonun yoki prinsiplarni o'z ichiga oladi misol. Cheklamalar, hamda ochiq nimasi tarjimasi cheklamalar degan ma'noni bildirdi. Tüzüm ve belgelemeler de düşünsek bulam da. Cheklamalar desak bo'ldi. Shu udul tarjimasi ashtaq bo'ldi. Hamda bu yerda bir davlatda misol biz Istanbulga sayohatga borsak, Istanbulga Turkiyaning qo'ygan o'zi nimalari bor, hamda qonun qoidalari bor. O qoidalarga bo'ysunishimiz kerak. U yerga borgandan keyin o İstanbul'un tüzümüne boysunuşumuz gerek, qalaymaqanchilik chiqarmasligimiz gerek degandek aşağıdaki İstanbul'ni ziyorat qilgan inson, ziyorat qilgan insonlarga berdigan bir nimasi bor, qo'llanmasi bor. Hamma yerga shunday qo'llanmasi bor-ku. Ayaga beringlar, mayaga beringlar deydi. Masalan, bir ko'lni qirlarga borsam, nima Angliyaning o'zida, ama bizning bog'chilarda bor, shunday qo'llanmalar bor. O qo'llanmada ko'lning ichidagi beliqni tutsanglar bo'lmaydi deydi-da, misol. Tuzum qoid tuzumlar degan gap. Yana bu yerda kavob qilsanglar bo'lmaydi misolda, bog'chining ichida kavob qilsanglar bo'lmaydi. Bir narsani ekib yesanglar bo'ladi, uni axlatlarini bu yerga chachsanglar bo'lmaydi degandek qanday tuzumlar bor endi. Endi bu Masjid-i Haram deganning o'zi mana shu insonlarning itoat qilishi uchun tuzum chiqargan bir markaz degan ma'noni bildirdi. Mana shu aytgan vaqtida. Shuning uchun buni insonlar o'ylaydi, Masjid-i Haram desa, u boshqacha bir narsa kallasi bu sohadagi hukm aslo mavjud emas endi. U yani qoida yo'siniga bo'ysunadigan bir narsa deb undaq tushunmaydi. Bu Masjid-i Haramning o'zi hozirgi vaqtda faqatla shu nimani nimani Kabe'nin özüne, yani haramning masjidini
insonlar masjidi harom deb ataydi. Boshqa hech qanday yerdagi narsani bir masjidlarni masjidi harom deb qaramaydi. Chunki u butunlay shu sinib ketgan bo'lg'achqa bo'lganda endi bu masjidning o'zini o'tganki darsning o'zida shu masjid to'g'risida to'xtaldik. Bu masjid sağğanğa hazır 5000 yıl bo'lgan masjid misal shu. Aşağıda bizden atılıp köngen dersimizde Mescid-i Harem deyimizço. He. Haremge vardık deyimiz hem de. He. Ama asli doğrusu Mescid-i Haram. He. Şuna mı? Mescid-i Haram. Mescid-i Haram aşu onu haram degan so'zning o'zini ma turkning tilida to'qinilmaslik degan bir so'zlar ishlatildi bularnikida. Bizda insonlar chekilsa bo'lmaydigan shunday muqaddas bir narsa degan bir ma'noga to'g'ri keldi. Shu masjid haram degan kelimadan u masjid alamat o'z bir ulug' masjid holatida mana bir bir ta'sirini berdi haram degan kelima. Muqaddas. Muqaddas endi insonlar unga chekilsa bo'lmaydi, uni zoti nihoyat endi shu ilohning o'rnida shunday bir endi ulug'lash lozim degan qo'shash shunday uni berib menda quchoqlab olsa, haram bo'lgan vaqtingizda ko'rgansiz balki mana shu nurg'un odam menda quchoqlab menda turib olib endi huzurlanib ketadi balki menimcha. Aşağılıqı nima qaralatlarga eslib, shunday yig'lab, shu yerda endi qilib keldim. Inson shunchalik ojiz narsa ekanki, shu quruq toshdan endi o'ziga bir narsani tilaverdi endi. U toshdan uning hech qanday ovozim chiqmaydi, ya qilib bera, ya qilib berma, ya mana neri deydigan bir narsam chiqmaydi odatda. Ashlarni ham bu yerdagi narsa nima degan vaqtda aslida u haqiqiy ma'nosini tushunmay turibdikan. Qarg'ulash cho'qinish. Misol bizniki vatanda, Tarim tarafda o'tganda bir qatim bir degan esimda bor. Hajanam degan bir mazo bo'ldigancha. Hajanam degan mazoning o'zi u nimishqa qosibi hajanamniki mazrika desak, İbrahim alayhissalomning ayoli Hajar onaniki mazrimish. Hajar ona uning o'yat nimishi bor misol. Şunun namını satkan getirdi. Şunun namı da aşağı bir pul tepiş için, cambek için bir 6-5 aşağı Qaraqo'saq desek, aldaşını bildi. Aşı aldamçılar aşağı qilib, ayndaq bir narsa desep, aldab yurganda hamda. Aşta qo'shash hamda inson hech narsa bilmaydigan, uningdagi ismi qarab lekin masjid harom desa, ajoyib bir o'zi bir narsa deb o'ylaydi. Ammo bu undaq narsa emas. Bu mescid insanlarniki şu vaqtda misal İbrahim Aleyhisselam zamanında İbrahim Aleyhisselam aşağı sağa vaqtda şu Kur'an'ın özü var. Sen ve'azzin degan şu kelim keldi bu. Sen öz e'lon qilgin atrofdagi insonlarga, ular o'z uloq milyon olat piyoda bo'lsin, shunday keldi bu yerga. Ular o'zining manfaatlariga hozir bo'ladi, ya'ni o'zi aşağı kelib so'z-set qildi emasmi? Ticaret qiladi, unda bo'lgandan keyin foyda manfaat oladi, shunga hozir bo'ladi, shuni ko'rdik ko'zi bilan degan gap hamda. Shuning uchun o'zi nim qildi hamda. Şu vaqtning o'zida İbrahim alayhissalom shu chaqa degan bir eg'iz kelimani o'zi suiiste'mol qilib, insonlar hozirgi vaqtning o'zida butun dunyodagi insonlarni aşağı berish, chaqirishdan iborat bir chaqiriqni yo'l qo'yayotganda aslida bu nima degan vaqtda İbrahim alayhissalom bu masjid sağa vaqtida, Ka'bani sağa vaqtida o Ka'bani o'zimi o'sha nimalniki, Sumerliniki, o'sha ibodatxonasini shaklida solingan. Sumerliniki nimasini ko'rsa, o'sha asanatikilniki suratlarini ko'rsa, o'sha Sumerliniki ibodatxonasi shunday egizligi nima o'sha Ka'bani shaklida. Ka'ba degani aslida ko'p deydi, biz küp demdik bunu. Küp. Bizim küp elqibi küp bo'ldi-ku, anda küp desek, su quyib. Şunun o'xshab ketgan narsa degan gap. Bizniki jumbuloq. Lekin 4 kasmaning o'zi egiz. Küp. Bu nima o'zi bunda sal tar, lekin egiz. Shu Ka'baning o'zimi taxminan 15 metr atrofida keladi, shunday uningdan egizlikda ya. Ancaq egiz narsa ekan. Kengligi unchalar keng emas, misolda egizligi kengligidan egiz misol. Ancaq turdi endi.
Şu Sumer'deki hem İbrahim Aleyhisselam şu yerde yaşayan adamlar olan ki aşağıdaki şu kaydı boyunca o öyle selip aşağıya kılan ki ama uyanın özüne şu etraftaki insanlar aşağıda bir özü baş kuruş, ornu kuruş ve insanlarda anı kılınlı, manı kılmalı deyip şu yerdeki insanları idare kılış merkezinin özüne ve idare kılış için uyanıklı bayıkı diyen okşaş kanun prensip yani özü kanun kaidelerinin özüne çıkırgan bir öykü kallığının özüne Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetliğe asasen aşını bildirdi. Bu onun için veya da şu 5000 yıl dekkali sebebiyim diye vakitte İbrahim Aleyhisselam aş öyle sağlığı 5000 yıl boğan bozumu fakat etrafındaki insanlar o Kabe'nin özüne ziyaret kılıyor. Mesela Mekke, Medine, onun etrafı Taif, Deymiz, aşağıda bir tip turgay 5-600 metre, 5-600 kilometre dairedeki insanlar yani ziyaret kılan ama onun sırtındaki mesela İbrahim Aleyhisselam'ın balısı İshak Aleyhisselam olsun, onun nevrisi Yakup Aleyhisselam olsun, hiç kalsı uyaga ziyaret gelgenlik doğru hiç kadar bir ayet yok. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, ulanın kavimleri mesela, ulanın ümmetlerinin hiç kadar bir insanların ki Kabe'ni ziyaret kılış doğru hiç kadar ayet yok. Nima için diye vakitte ulanın ki Kabe'ni ziyaret kılış kıgallığı hakkındaki ayetin bulmaslığı ular her birisi özündeki şu rayonuna o halkını başkuruş merkezini şu yerga kurgan. Mesela ötkenki ders dedik Musa Aleyhisselam Mısır'ga bir öyle selip şu yerde Beni İsrail'ni qanday tutkuzimiz. Şu yerde meslet kılıp anı kısak boludu, manı kısak bolmaydı dep şu yerde özü kanun kaidelerini çıkarıp şu nimelikle cemaat erbapları bilen biz 25 demdik o. Aşna oluş nime bilen adamlar bilen bir yer topluşup özü o halkını qanday tutkuzimiz, qarşı kısak doğru oldu, qarşı kısak hata oldu degендek meslet kılıp aşna özü insanların doğru yolu yetekleş için selingan öy. Musa Aleyhisselam'ın devrinde hem İsa Aleyhisselam'ın devrinde nime Davud Aleyhisselam'ın devrinde sanmak yok. Keyin Süleyman Aleyhisselam'ın devrinde o'zi aşı Beytul nime Süleyman mabedi deydi onun özüne. Hazır Beytul Muqaddas o'rin deb qaraydi endi aşağıda bilmaymiz uni aniq. Lekin aş dairde endi. Süleyman Aleyhisselam şu yerde bir öynü salıdı. Aşının bilen o padişahlıkni aş öydün nim kılıdı. İdare kılıdı. Bu da Sultan Süleyman aşı Topkapı Sarayı'da turup aşı Osmanlı İmperiyasını idare kılgandek bir iş hem. Hazırki Amerika Aksaray'da turup idare kılgandek bir gep hem. Bu şu noktaların hemmesini düşengen vakitte bütün peygamberler Kur'an-ı Kerim'de zikir kılıngan peygamberlerden 25 peygamberniki birisi bolgan aşı İbrahim Aleyhisselam sağan ve onun dekin uyan ziyaret kılımı o İbrahim Aleyhisselam'ın kip tuğallığı tılgı elinmaydı. Kiyegen degen sözler var. O yerde atayın ziyaret kılık kiyegenlik hakkındaki malumatlar yok. Peygamber Aleyhisselam'a hicretin 8. yılı kiyegen vakitte Mekke'ni fetih kılgan vakitte şu Mekke'ni fetih kılış sebebiden uyan ziyaret kıldı. Keler içilisi Ebu Bekir'in evetken vakitte u yerdeki Mekke'ni işgal qilib turayotgan Ebu Sufyan boshchiligidagi u yerni kontrol qilgan odamlarni kontrolni qo'ldan ele olish uchun o'zi nimaning o'zini Ebu Bekirni boshchi qilib evatdi u yerga. Shu yildan boshlab u qolganlar u yerni idora qilish uchun u Makkaga kirishib bo'lmaydi degan Qur'oni Karim orqada unda oyatlar bor misolda. İdora qilish uchun kirishib bo'lmaydi u yerga. Ammo o'zi u yerni ziyorat qilish va hokazo ish hech qanday cheklangani yo'q. Buning uchun u yerga faqat lekin nima iman etgan emas, musulmon bo'lgan. Ya'ni o'zi iman etsin, etmasin, islom prinsipini qabul qilgan har qanday odamlarni kira oladiganligi va buzg'unchilik qilmasa Qur'onda bor-ku. Fala rafasa va la fusuqa va la jidala fil hajj deydi masalan. Aşağıni ziyorat haj degan ziyorat qilish degan gap. Aşağıni ziyorat qilish jarayonida bir odamni haqorat qilmasdan, pishni pasat termasdan va jadal chiqarmasdan tinch aman kelib qo'ng'ini qisib tinch aman o'zini yutib qaysi bo'ladi degan gap ham. Gapni undaq nimasini desak. Aşındaq o'zi ma'noni bildirdi. Shuning uchun bu yerdagi Masjid Haram degan ikki kelima haqida to'xtalgan vaqtimizda bu o'zi butun dunyodagi insonlarni yoki butun dunyodagi men musulmon degan insonlarning o'zini tamoman birga keltirish maqsadida selingan uy emas ekanligining o'zini Qur'oni Karimdagi butun payg'ambarlarniki
hayotini va ularning ummatlariniki ashaga haj qilish uchun yoki kelishganmaslik yoki ashaga qarab namoz o'qimaslik ishlarining hammasini Qur'oni Karimdan biz o'zi tahlil qilib chiqqanimizda bu butun insoniyatniki markazi emas ekanligining o'zini, shu atrofdagi insonlarning markazi ekanligining o'zini buni bildiradi degan gap. Qiblaning o'zida shu nimaniki Makkaning atrofidagi insonlarning o'zini sizlar o'sha atrofda o'sha atrofni qayerda bo'lsangiz shu Ka'ba Masjid Haram taraf qarab namoz o'qing deydi. Yana uning oxirgi oyatida mashriq mag'rib hammasi Allohniki. Qaysi taraf qarab o'qisangiz bo'ladi deydi Qur'on. Buning o'zida nima degan vaqtda u atrofdagi insonlar hokimiyat ashada bo'lgandan keyin ashaq qarab o'qisa degan ma'no chiqadi. Boshqa yerdagi insonlar cho'disa qayoqqa qarab o'qisa bo'ladi degan ma'no chiqadi. Eğer öz kerak olsa o'ziniki nimasiga itoat markaziga qarab o'qisa bo'ladi degan ma'no chiqadi. O namoz o'qishning o'zimi asosan nimada o ko'pincha yerida nima bo'ladi degan vaqtda insonlarga va'z nasihat qilish, insonlarni yaxshi tarbiyalash, markazini hokimiyatni kuchlantirish uchun ham markazga itoat qilish va hokazo ishlarni o'zi tushuntirdi insonlarga. Mana shunday bir narsani bayon qiladi. Qur'onda ko'pincha yerda namozniki zikrning o'zi zaten oxirsida keldi. Shu zikr degan kelimaning oxirsida insonlarga nasihat qilish haqida keldi misolda. Aşağı sör cümlenin o'zidimi ular nimqandan keyin namozni o'qib bo'lgandan keyin nimalqi ya ayyuhallazina amanu ya iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi va zarul bay' zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun degan oyatning o'zida aşağıdaki zikri, nasihatni qabul qilish uchun kelgan gapda nasihat anglash. Chunki u vaqtda radio yo'q, televizor yo'q, gazeta jurnal yo'q. Berib bilim egallash uchun shu markazga berib, shu yerda u odamning gapini tinglab, ishmayadi, mayaga ketdik deb u yerda bilimni aynoq egallaydigan zamon endi. Ham hozir to'g'ridan egallasak ham bo'ldi-ku. U vaqtdagi sharoit ashunga nima qiladi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda birinchidan bu Masjid Haromniki bak o'zi nihoyat ulug' qilinib ketishining sababi bu haram degan kelimani joyida ishlatilganlikdan bu haram deganning o'zi to'qinilmas arab turklarning gapiga. Bizda endi nima deymiz shuni aniqlaymiz. Tekkilinmaydigan. U endi endi nihoyat muqaddas bir o'rin degan ma'noda endi shu nihoyat ulug' bir yer degandek-da bu yoki. Uning ya u to'g'ri gap qilish bo'lmaydigan yoki uning o'zi bir narsani moddiy narsalar bilan zarar verish bo'lmaydigan shunday moddiy ma'naviy uning hech qanday tegishli bo'lmaydigan bir o'rin degan bunday ma'no tushunib olgan. Tushunganlik uchun insonlar uni bak ulug' o'rin aşağıda o'lib ketsa, aşağıga ketib o'tib o'lib ketsa, aşağıga pul tashlasa, nihoyat katta savob bo'lib berdik. Menda nurg'unlagan nimalarni o'zi kallasi qachilib olgan zaten bu mollimi uni shunday iz uchirib o'tgan endi. Shuning uchun bu yerdagi bizni tushunib olganimiz nima degan vaqtda Payg'ambar alayhisolamning zamonasida insonlarniki o'zalqi itoat qilish markazi qatorda bo'lgan. Payg'ambar alayhisolam vafot bo'lgandan keyin zaten shu Makka Madina shu nimaniki davlatniki markaziga yana birisi diniy markaz olsa, bir siyosiy markaz holatda shunday o'tgan endi. Keyin nima Muaviyning zamonida kelgan chaqda Makkani yana haramni yo'tkab, haramni haram joy qilib qolsin, lekin o'zi shu hozirgi Baytul Muqaddasning o'zini haram qilib, insonlarni ashayani savob qilishga buyurgan. Misolda uniki bir tarafdan qarasak, bir dinni buzg'unchilik qanday ko'rinsimi, amaliyotda u odamlar Qur'ondagi shu narsalarni tushungan odam ekanda shu vaqt. Tushunganligi uchun o'zining hokimiyat nada bo'lsa, shu yerdagi hokimiyat belgilab bergan yerda harakat qilish insonlar buning o'zini yo'l qo'ygan. Bu asli xato emasligi ashaddan chiqadi endi. Yana bir Qur'ondagi bir oyatda yuzingni Masjidil Haramdan nima tarafga ya astagfirullah. Baytul Muqaddasning haramga yuzingni işte bu oyat nima qildi? Qiblani o'zgartirishga alohida bir oyat bor.
Onundaki Bunun muddağı nima nimede? sizlar yuzingni u haram taraf qarab qilgan yaxshilik qilgan emas. Yaxshilik degan Allohga ishonish, yaxshi ish qilish va hokazo degan oyatlar bor. He. Shu men amana billahi vel yevmil ahir ve aqama salata ve ata zakata fe hallu sebilahum degan aş oyatning o'zida nima deydi desa, u mashriq mag'rib taraf qarab o'zi namozni o'qib qo'ygan u yaxshi qilganlik emas u. Uni yaxshi ish deb hech qanday o'zida. Ya, Demak, nim o ibodat ayet bu yaxshi başka. ish qatoriga kirmaydi. O ayet başka. O ibodat boshqa, ibodat o'zi amal emasda u. He. Lekin ben adım bak kıblık alakadar soğurat kanalım. Alakı yüzünü mayandan ayağına karatınla deyip aşında aranlardaki insanlardan ki bazılarına ne kılışarak nifak var insanlarını ayrış üçündür diyendek bir ayet var. Ya u yerdagi hamda Alloh ishongan inson Alloh qatirib qarasang bo'lib desa, shu taraf qariya oladi degan gap hamda. U Allohniki buyruq bo'ysunudu. Uniki iymoni bo'lganligi uchun, Allohga ishonchsiz bo'lganligi uchun ular buyruqqa bo'ysundu. Uniki o nimada Allohning buyrug'ini talash tortish qilmaydi degan gap. Ham ishonmaydiganlar desa, bir mazgil matrab qarab namoz o'qiganchada unaqa ma'qul deb nim qilgan bo'lsa, matrab qaragangiz bu qanday gap bu? Deb uniki putoq tepib, lekin yo'ldan chiqargan ishlar bo'ladi. Ammo Alloh ishongan odam bunday qilmaydi. Qatirib qarab namoz o'qisa, zot Alloh uchun o'qisi bo'ldi u degan ma'no chiqadi bu oyatda. Mana. To'xtab qoldimi? Yo'q, men aytdim, men ovozni bir tekshirib qo'yasizlar, nima qilasizlar? Hozir xili Ahmadcha aytgandan keyin ovoz xili suzuk kelyotidi. Ha. Bek g'ashguzchi. Şu bu yerda bu ishqital kelimani Masjidil Haram degan bu kelimaning o'zini qal vaqtida Qur'onning o'zidami va likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu degan o'sha oyat ikki yerda keldi bu oyatlar. Bunda bir oyatlar bor endi. Har bir millatga bir mansakning o'zini qilganligi. Mansak degani urf odat degan ma'noni bildiradi. Urf odatni qilganligi u urf odatga o'zi urf odat nimasida, doirasida insonlar Allohni yani bir mushuni keltirgan yani bir oyatning o'zida Allohni shu urf odat ichida zikr qiladi degan ma'no chiqdi. Ma'noni bildirgan nimalar bor-da. Bu nimani bildirib desa, masalan, har bir millatniki o'ziniki muqaddas bildigan bir o'rinlari bor. Bizning tariximizda Türkiye milletlerindeki tarixida masalan şu nimalqi o'tgan deydigan go, şu burunqi şu merkez, şu o'tganni merkez qilgan bütün o'zi Türkiye milletler o'ziniki ma'naviy ruhiy ozuqini şu o'tgandan olgan gap. U yerdagi masalan ulug'larning nimasi bo'lgan, ah bo'lgan, ko'h bo'lgan deb nurg'ulgan. Mesela bu Yapıl'ın samuray ruhi degandek, o'tgan ruhi degandek ashunday narsalar bizda burun bo'lgan. U narsa nimani bildirib desa, har millat o'zining milliy ruhini saqlab qolish va uni davomlashtirish uchun bir narsa barpo qilgan shu vaqtning o'zida. Xuddi shunga o'xshash bu arabning nimasimi? Bu Masjid Haram degan bu iboralar shu vaqtda arabniki markaziga aylangan. Ham u yerda arab nima qilib degan vaqtda o'ziniki milliy ruhini, arab milliy ruhining o'zini tirildirish ya birlik keltirish uchun bu bundaq bir narsa qo'llanishga to'g'ri kelgan gapim. Hozirgi davlatniki markazdimi bir tilni bir yerga keltirish, madaniyatni bir yerga keltirish uchun hukumat shuni kuch chiqargan o'xshash bu markaz ashunga o'zi insonlarni yetaklaydigan gap. Shuningga bu yerda Masjid Haram desa, u boshqa bir narsa tushunmaslik kerak. Bu yerda insonlarni boshqarish uchun qonun tuzum chiqargan bir o'rin desa, u nayt to'g'ri bo'ldi. Shu vaqtda u insonlar qanday bo'ldi degan vaqtda u haramning masjidida atrofidagi qabilaning cho'nglari kelib shu yerda o'zi nima qildi? Tuzumni chiqargan gap, bir yil mandaq tijorat qilamiz, falon vaqtda urush qilmaymiz, ular ikkinchi nimasi deymiz ashuni. Mana narsalarning hammasini chiqargandan keyin insonlar shuning ostida o tuzumlarni har yerga tarqatgandan keyin mana shunday o'zi bir yil mandaq qaror elindi degandan keyin insonlar shundan qarta ish qilgan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, Masjidil Haram degan so'z
insonlarni boshqarish uchun andaqilqi qoida prinsip chiqaradigan bir markaz degan ma'noni bildirdi. Men bayat masıl degan oyatlar mayda bor. Kömin haysu xarajta favalli vajhaka shatral masjidil haram va haysu ma kuntum favallu wujuhakum shatra li alla yakuna lin-nas alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa li utimma ni'mati la'allakum alaykum va la'allakum tahtadun degan mush oyatning o'zidimi Masjid haram tarafga qarashning o'zini ashagamda qarash deganni yuzonni ash tarafga burangli degan so'z davomli ash tarafga qarab turingli degan ma'noni bildirmaydi. Ash tarafga itoat qilish ni bildirdi. Chunki u qonun prinsip ashad chiqdi. Ashaddan chiqqan qonun prinsiplarga itoat qilish degan ma'noni bildirdi. Itoat qiling degan ma'noni bildirdi. Yana ma o Sura Baqaraning 177-oyatida ma ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. Yani şu ahirki gıçılık muş ayetinin özümü yüzünü meşrik mağrib qartib qo'yganlik, atraf qarab namoz o'qib qo'yib, matraf qarab namoz o'qiganlikning o'zi bir yaxshi ish qilganlik kirmaydi. Qur'onning nemasi. Chunki u ibodat yaxshi ish emas, faqat ibodatni bildirgan nima. Yaxshilik degan nima degan vaqtda Allohga ishonish, oxiratga ishonish, malaikalarga ishonish, kitoblarga ishonish, payg'ambarlarga ishonish va atal mala ala hubbihi. O'z yaxshi ko'rgan mollarning o'zini kishilarga xayr ihson qilish. Zavil qurba, ya'ni yaqin urug' tuqqanlarga, yetimlarga, miskinlarga, yo'lda o'zi pul tugab ketgan o'zi yo'lovchilarga saillarga ve bir riqab qul azat qilishdi endi o vaqtdagi nimada va iqomat salat va yordam qilishdi yani hamkorlashishda ishiltish va atavuz zakat deganning o'zi mo'shniki nimasi yana zakat berish yani bu yerda val mupun bi ahdihim va'siga vafo qilish va nima qilgan vaqtda kelishim tuzgan vaqtda kelishimga vafo qilish qiyinchilik sabr qilish jafoga chidash mana mushuning o'zi bu nima degan vaqtda yaxshi ish qilganlik deb Alloh taolo buni atadi. Chunki u nurg'un insonlar va kechida namoz o'qiyotgan, 5 namoz o'qiganni yaxshi ish qilganlik deb qaraydi, yaxshi amal deb qaraydi. Qur'on uni yaxshi amal deb qaramaydi. Amal deganni amaliyat qilgan ish qartildi. U ibodat amal emas u. Shuning uchun bu ibodat bir odam Allohga ishongan bo'lsa, bu yuqorqi Allohga, payg'ambarga, kitoblarga, oxiratga, malaikalarga ishongan bo'lsa, u ishongan odam namoz o'qisa bo'ldi, ro'zasi bo'ldi, bu o'z ibodat hisoblanadi. Ammo bu ibodat hech bir zaman amal hisoblanmaydi. Ibodat boshqa narsa, amal boshqa narsa. Amal deganning o'zi boshqa odamga yaxshilik qilish, uning o'z iqtisodiy jihatdan yoki hech bo'lmasa ilmiy jihatdan bir yaxshi bir maslahat ko'rsatgan bo'lsa, bunday o'zi ishni qilish, buning o'zini nima deydi desa, yaxshi ish qilish deb ataydi Qur'on. Asli aşı silbati degan aşı ibodatlar, aşı emellerini qilish uchun odamni hozirlik, shuni hozirlaydi-da, texmi yaxshi qilish uchun. Bu halqi ibodatniki maqsadi zaten Allohga bo'lgan samimiyatni ko'rsatishdan boshqa bir hech qanday narsa emas. Şunu Kur'an'da namaz okuş diyen nima vaqtda aqimis salat degan vaqtda un oxirida zikri deb qo'yilgan. Namoz o'qishning maqsadi nima? Alloh taolaning qoida prinsip, Alloh taolo insonlarga tushirgan qoida prinsiplarni xotirlash uchun, esiga elish uchun u namozni o'qiydigan gap. Misolda uning uchun bu yerdagi narsa nima desa, uni xotirlash amal hisoblanmaydi. Uni xotirlash hisoblanadi. Un amalga oshirgan vaqtida amaliyotda qo'limizni tutib qolgan vaqtida u amalga aylanadigan gap. Shunga halqi Qur'onda masalan val asr surasida val asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu va amilus solihat. Amanuni keyindan iymon keltirgandan keyin uni o'zi iymon keltirgan odamlar u yaxshi ish qilganlik bo'lib demasdan yaxshi ishni ham oxirida takrorlaydi Qur'onchi. Chunki iymon keltirish, ibodat qilish u ayrim bir narsa, yaxshi ish qilish ayrim bir narsa degan.
Yani emel bir maksat, g'oya, o ibadetler o bir vosita shuni yetadigan desak to'g'ri bo'lamda. İbadet hem de aşında sen bolup zeken ki biz misal devletniki nemizde mesela hazır biz Angliyada yaşayaptımız. Yolda biz maşın aydap ketayotgan vaqtda yo'ldagi qonun prinsiplarini, qonun tuzumlarining o'zini qarab mayli 20 ming debdimi, 30 ming debdimi, ma yo'lga kir debdimi, kirsang bo'lib debdimi, kirsang bo'lmaydi debdimi misolda. Odam o'tgan yerda var mesela odam o'tayotgan vaqt to'xtamliq, to'xtamamliq ash narsaning hammasiniki qonun tuzumlari var. Mesela şu tuzumlarga bo'ysunish, shuni xotirlab kallasida tutib menish o odamning vazifasi degan gap. Bu namoz o'qishdagi maqsadni Alloh taolo ashtaq bayon qilganda, namoz o'qishda Qur'on o'qildi emasmi? Qur'on o'qilgandan keyin Qur'ondagi Allohning prinsiplarini insonlar xotirlash uchun uning o'zini o'qiydigan gap bo'ladi. Degan gap endi. Anaqa vaqtida. Şuna salat kelimesiniki fakat namazla emas, bu yerde nurgu yerde misal inne salate tenha anil fahşai vel munker degan aş ayetin özü mü? Namaz deganning o'zi nima desa, kishilarni yaxshilik bo'rib, yomonlikni to'sishning o'zini uchun namoz deb bayon qilgan Qur'onda. Demak, salat kelimasi mayli moddiy jihatdan bo'lsin, mayli ma'naviy jihatdan bo'lsin, insonlarga yaxshilik qilishning o'zi hammasi nima desa, salat. Ya'ni kishilarga bilim o'rgatish, kishilarga yaxshi o'z maslahatlar berish, masalan ma'naviy jihatda, moddiy jihatdan bo'lsa, masalan iqtisodiy jihatdan yordam qilish yoki ko'tarolmagan narsani ko'tarishib berish, yoki salomga o'ylari bo'lsa, birga o'zi nima qilib yordam qilib unga o'y setishib berish degan o'xshash nurg'ulgan narsa bor. Buning hammasi nima desa, salat kelimesiniki turlari kiradi. Misolda, buniki eng tövini, eng o'zi insonlarniki hamda shu qilolmay qo'lni hech qanday ish kelmaydigan odamning qildig'ini faqatla shu namoz o'qish bilan bo'ldi. Namoz o'qish bir odam masalan kallasida ham Allohning shu prinsiplarini xotirladi, ham bir odamga yaxshi ishlarni qilib berdi. U odamlar natijasi yuqori bo'ldi, chunki amaliy ish qilgan odamlar bo'lganligi uchun. Ham unda qishli qo'ldan kelmagan odam bu yerda o'tirib namoz o'qigan bo'lsa, u vaqtda o odamlarga savob bo'ladi. Chunki u namoz deganning o'zi qilsa savob bo'ladigan, qilmasa gunoh bo'lmaydigan bir ibodat bo'lgandan keyin, qilmasa jazosi yo'q undaq ibodat bo'lgandan keyin u undaq nima qilgan gap. Shunga Qur'onda masalan fawailul lil musallin alladina hum an salatihim sahun alladina hum yuraun va yamnaunal maun degan oyatning o'zimi ashalik salat kelimasi yetim yesirlarga yaxshilik qilishni buyurdi misolda. Yaxshilik qilishni salat, ya'ni yaxshilik qilishni to'sgan odamlarning holiga voy deydi musalli degan fawailul lil musallin degan oyatning o'zi. Shunga bu yerdagi masala nima degan vaqtda yaxshi nima ibodat bilan amalni bir-birisiga aslo solishtirib bo'lmaydi. Ibodat u amaldan natijasi to'van turdi. Uniki natijasi zaten to'van turdi. Ibodat deganni ibodatni qilib ham amalni qilish bu nihoyat yaxshi bo'ladi. Agar u ibodatni qilolmay, ba'zan hamda ro'zdan boshqa namoz o'qish ibodatni qilolmay, u Allohning qoida prinsiplarini o'zini Qur'onda ko'rsatgan qoida prinsiplarini esida ching tutib, yaxshini qilsa, yana bo'laver degan gap. Chunki Qur'oni Karim nima deydi desa, Sura Baqarniki 5-da bir oyatlar bor. Misol nima deb oyat? Allohga va oxiratga ishongan oyatning nimasi shundaqda? Oxiratga ishongan va yaxshi ishlarni qilgan odamlarga falahum alayhim va lahum yahsanun deb tugaydi oyatchi. Ular qo'rq qayg'urish bo'lmaydi, ya'ni jannatga kiradi degan gap. Nima mu'minlar yana mu'minlar, yahudlar, nasoralar, sabiylar deb va sabiyina deb oxirida man amana billahi val yawmil oxir deb shu oxirida kelchi shu oyatni o'qisa, ham Alloh oxirat kuniga ishongan yahud, nasora bo'lsin, mu'minlar bo'lsin, hammasi shu desa, yaxshi ishni qilsa, u odam jannatga kiradi. Chunki u faqat iymon aytib qo'yib, undan keyin o'z namozini o'qib qo'yib, lekin yaxshini qilmagan bo'lsa, u hech qanday narsa yaramaydigan gap. Zaten u amaliyotda inson hech qanday ishni hal qilmaydi bu ibodatchi. Shuning bu yerda Qur'onda nima deydi desa,
ibodatni qilmanglar demoqchi emas. Bu yerda to'g'ri tushunish kerak insonlar. Bu ibodatniki Qur'onda masalan namozniki hech qanday jazosi yo'q. Qazosini qilish yo'q Qur'onda. Bu nimani bildirdi desa, qilsa yaxshi bo'ladigan, qilmasa u gunoh bo'lmaydigan ish ekanligini bildirdi. Hajning o'zimi jazosi yo'q, ham qazosi yo'q. İşler misalda. Shuning uchun buni demakki qilsa gunoh qilsa o'zi yaxshi, ammo qilmasa hech qanday gunohi bo'lmaydigan bunday ishlar. Ham ro'zaga kelgan vaqtda ro'zani tutmasa bo'lmaydi. Eğer og'riq bo'lmasa uni tutish kerak. Eğer tutamasa o odam qazosini qiladi. Yoki bo'lmay tutmagan bo'lsa, qasddan tutmagan bo'lsa, o odam uning jazosini o'taydi. Har kunlik ro'za uchun bir miskinga bir vaqt tomoq berish orqali degan gap endi. Shuning bu yerdagi Masjid-i Haram degan shu ikki kelimaga to'xtalsak, hozirgi vaqtda uni butun insoniyatga emas, shu Qur'onniki o'z vaqt tushirilish o'rnimi Makka va Makka atrofidagi insonlarni ogohlandi degan o'zi Qur'oni Karimdagi oyat va surasining 5idagi litunzira qawman ma unzira abauhum fahum ghafilun degan oyatga asosan sen ota bobosiga hech qanday o'zi ogohlantiruvchi kelmagan shunday bir qavmni sen ogohlantirsa deb shu arab xalqini payg'ambar alayhissalomga mushlarni ogohlandi Qur'on orqali deganning o'zidan u Kabe ya'ni Makka ya'ni haram deymiz hozirgi vaqtda haram aslida yig'ib aytgan vaqtda shu haramning atrofidagi shu yerda 5-600 kilometr keladigan doiradagi insonlarniki hozirgi vaqt Saudiya Arabiston hukumatiniki yani Saudiya Arabiston doirasidagi insonlarniki haj qilish markazi ekanligini asli Qur'on shunday bildirdi. Chunki u Saudiya Arabistonniki nimasi endi u yana o'zi. Shuning uchun bu yerdagi ziyorat qilib men ko'rib kelaman andaq payg'ambarni tug'ayga deb bo'lsa, balki bu yer nurg'ulg'an o'zi yaxshi narsani ko'rishi mumkin. Uning o yaxshi narsani ko'rish orqali balki savobga erishishi mumkin. Ama bu yerde bazen günah oldu deb biz hech qanday bir yer degan yerimiz yo'q demaymiz. Ama bunun o'zi Qur'oni Karimdagi shu bütün 25 payg'ambarlar va 25 payg'ambarning ichida masalan Adem alayhissalom, o Nuh alayhissalomdan chiqarayotgan vaqtda İbrahim alayhissalomdan boshlab uni tövindagi payg'ambarniki hech birisiniki o Ka'bani ziyorat qilishga kelmaganligi. Uning ummatlaridan hech birisiniki o'zi Ka'bani ziyorat qilish uchun kelmaganligi o Qur'oni Karimda aniq turdi endi. Nima uchun ular kelmaydi shu vaqtni o'zi? Masalan, butun insoniyatniki haj qilishiga selingan bir o'y bo'lgan bo'lsa, ular uni bilmamdi o payg'ambarlar. Nəhayət yaxshi biladi. Chunki ular o'ziniki bir yashagan bir yeri bor, u yerga bir o'y selib, hukumat uyi. Selib shu hukumat uyida insonlar shu atrofdagi insonlarni o'ziniki doirasidagi insonlarni ashar idora qilish uchun o'y solgan, shu yer idora qilgan. Ya'ni bu Masjid-i Haram deganing o'zimi ashuna qo'sh bir o'y degan gap mana shu vaqtda. U vaqtda ne bo'ldi desa, har bir millat o'ziniki bir o'zi siyosiy markazi bo'ldi degan gap, o siyosiy markazga itoat qilish o millatniki majburiyat bo'lgan gap. U vaqtda o millatniki milliy kimligi, milliy madaniyati, hamma sohadagi narsa yo'qmay davom qiladi degan gap. Ham bizda shu sohada nihoyat ojiz kelib, o'z vaqtidagi ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz shunday nim qilib shu bütün Türkiye milletindeki merkezi kılıp ruhi uzuqini aldığan merkez kılıp şu ötekeninin özünü şunda belgilep aşında qığa vaxtının özünü aşağıya taşlıp etip bu yerdeki hazır tonu yok mango teşideyimiz moyunçur mango teşideyimiz aşında nurgulluğun özü mango taşlar var. Aş mango taşlarını hazırki vaxtda mesela Uygurlarının içinden 10 mingde desek mi oldu ya 100 mingde bir Uygur berip kömüdüm bilmeyimiz. Misalda ular u yerda bizga qanday xotirlar qoldi. Misalda ajdodlarimiz shu vaqtni toshga uyib, shu Palonpiston bizning dushmanimiz, bularning mundaq hiyla mikrlar, mundaq hiyla mikrlar va siz buniki nemisiga tushmanglar deb maxsus bizga nasihat qoldirgan narsa ashadi bor. Misalda bir odam Ka'baga Makkaga borsa, haramga borsa bundaq nasihatni topolmaydi edi. U yerga berib bizning nasihat erishimiz tamoman mumkin emas bir narsada. Şunun için bu yerlik neresi neymi olursa her millet özüneki mukaddes bildiğin bir uğrunu oldu deyen gap.
shu o'rinni ziyorat qilish u millatga nihoyat to'g'ri bo'lgan gap, to'g'ri bo'lib degan gap. Agar o'zi bütün insonlar shu Kabe'nin o'zini hozirgi vaqtda shu Masjid Haromni ziyorat qilish farz bo'lgan bo'lsa, bayqi degan gapga masalan 25 payg'ambarniki ummatlari u payg'ambarni nima uchun ziyorat qilmadi deganga savol tepish kerak. Javob tepish kerak bu yerda. Bayatın abi nimadan Aqsadan Mescid-i Haramga qiblini o'zgartirilganligiga aloqador oyat to'g'risida so'ragandim men. Sizlar bu 5-tushuntirishlarda şu etrafdagi insonlarning boshqarilgan bir organni misol, ya'ni shuni temsil qildiganligini deb o'tib ketdik-ku qibla ma'nosini. Ya'ni Oshiyadagi Payg'ambar alayhisalom berilgan Mescid-i Aqsadan Mescid-i Haramga yuzlanganligi, ya'ni qiblaning buralganligi adı sizlar aytgan so'zni ham dalillaydi ekan. Asli biz odatlangan shakldagi tushunishimiz boshqa-da. Albatta. Amaliyotda o şu o'zingning qo'mondonlik shtabini sen o'zingning markaz qilgan yoki yo'ksang, ya'ni shu yerni markaz qilib turib qo'mondonlik shtabi belgilasang bo'ladi degan ma'no chiqadi ekan hozir. Albatta. To'g'ri shukina. Bizda Arablar o'z vaqtida 500 yil mush Arablar besvelab mush besvamaga taqdirdimi? Davomli dinni ashundaq o'rgatgan bo'lg'achqa millatning hammasi ashani ulug'laydigan o'ziniki qudsal nasllarning o'zini unutib ketgan bunday bir holat shakllanganda bo'lmasa bizniki masalan Otishda Sultan Bo'raxonning qabrisi bor. Ashada Odal degan yeri bor. Odal degan ordu oldi degan gap kelganda asli. Ash podshohniki ordusiniki oldi. Misolda bizga ash yerlar nihoyat ulug' endi mana bu vaqtda. Ashu bizniki muqaddas yerlarimiz ashani o'zini unutmaslik, ashani unutmagan vaqtda nima bo'ldi desa, Uyg'urlardagi milliy ruh davomli tirik turadi degan gap. Mana bu vaqtda. Nurg'un yerlar bunday narsa misol xalq davrlarimiz bo'lgan ekan deganni unutmagan bo'lamiz. Misol vatanda o'sha nimaniki Mahmud Qashqarniki shu nemisiki qabristonlikni ziyorat qilib kelgan odamni qancha xursand ekanlaydi misol. Yusuf Qasojibniki nemisini ziyorat qilib odamni qancha xursand ekanlaydi. Mahmud Qashqarli Yusuf Qasojibniki Qutat Qubilik o'sha Turktillo divanini o'qib chiqqan odamlar qancha xursand ekanlaydi. Asosan bu dini kesimdagi insonlar asosan o'qimaydi buning o'zini. 199% o'qimaydi. Hatto og'zidan chiqqan narsa nima desa, o'sha islomni qabul qilgandan burunqisining o'zini biz ajdodimiz deb tunimaymiz degan insonlarni men ko'zim bilib ko'rganman shu dinchilarning ichida. Nima uchun desa, ular kofirlar, u bizga oti bo'lam, ajdod bo'lanmaydi deb. İbrahim Aleyhisselam butparast otisini oti deydi. Bizniki sharafsizlar o'zimizniki o'zi shunday sharaf bo'lib o'tgan ota bobomizning o'zincha desa, tunimaymiz deydi. Bunday narsa. Bu nima uchun shunday bo'ldi degan vaqtda bu o'zi e'tiqodni, bu milliy kimlikniki usti qo'yib olganlikdan bo'lgan narsa. Qur'onda o e'tiqodning o'zi har odamning e'tiqodi o'zanga. Ammo u jamoat bo'lish nemisdan nuqtasini aytgan vaqtda butun jamoat barobar holat yashash Qur'oni Karimda farz. Ammo shu islomniki asosiy prinsip shu. Nima degan vaqtda adil adolatni asos qilgan barobar bütün insonlar barobar yashaydigan bir jamiyatni qurish islom degan gap. Islomiy bir jamiyat qurganlik degan gap. U yerda birisi musulmon iymon etib mu'min bo'lsin, yana birisi xristian bo'lsin, yana birisi yahudi bo'lsin, yana birisi buddist bo'lsin, uniki e'tiqodi hech kimni aloqador qilmaydi. Hech kim bilan munosabat yo'q. Bu yerdagi narsa nima desa, hamma odam adolat oldida barobar yashashdan iborat. Bu o'zi prinsipni vujudga chiqarish. Har odamning vazifasi. Shu Qur'oni Karimda hech bir yerning o'zida sizlar mu'min holatda o'linglar degan bir oyat yo'q. Sizlar musulmon holat o'ling deydi. Qur'onda bor shu. Qur'onda shu Yaqub alayhissalom, shu İbrahim alayhissalom hammasiniki nemisda nimalqi fala tamutunna illa va antum muslimun deydi-ku. İlla muslimun. Fala tamutunna illa va antum mu'minun degan oyat yo'q. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, musulmon ana o'zini nima aslamtu li robbil alamin deydi. Shu İbrahim alayhissalom nemisdan bu hammasi nimani bildirdi? Aslamtu deganning o'zimi men tinchlikni barpo qilishga bel bog'ladim. Xudo Alloh roziligi uchun degan gap endi.
Dünyada zaten tinch bir jamiyat barpo qilish uchun men bel bog'ladim deb o'tirib o'zini tashlaganlik. Qur'onning o'zidami siz tinchlik barpo qilg'uchi o'lib ketadi dunyoda. Çünkü bütün insoniyatning vujudida ash narsa bo'lganligi uchun har qanday bir inson adil va tinch bir jamiyat uchun kurash qilib o'ladi dunyoda. Hozir mana bu bizning jamiyatimiz nurg'un odamlar bu yani 40-50 yıldan keyin bu din, bütün dinler yo'qolib ketdi deb qo'ydi. Bütün başka din yo'qolib ketsin, islom yo'qolmaydi. Nima uchun degan vaqtda İslam bu adalet aslında beraber yaşashdan ibaret en güzel narsani o'tirib qo'ygan bir narsa, bir prinsip bu. Bütün insoniyat her qanday vaqtda shu adalet uchun, shu barobarlik uchun izlayotganlar sinilmay o'xshash deb adalet uchun kurash qilib o'ladi dunyoda. Bu asla mümkün emas. İnsaniyatli bo'ldigan dunyoda shu jahongirlarga qarshi, zolimlarga qarshi kurash to'xtamaydi. Mayli har qanday bir davrga kelib ketsin. Nur devrindeyimiz, falan devrindeyimiz, bunu eşip ketken şunda devre olup geçsin mi? İnsanlar en ahir noktada İslam için köreş kılmayı asla mümkün bulmayı. O İslam diyenlerin Evet. özünü tüşenmeydikin o insanlar o yerde devirdi o. Tinchlikni yaxshi ko'rmaydigan hech qanday bir davlat, hech qanday bir inson yo'qku. Elbette. Biz mesela vatanni azat qilamiz hep aşkın için köreş kılatımız. Neyim için? Bütün bizi 70 kuştumuz, bütün milletimiz mesela tinch bir beraber yaşayan bir cemiyet yaşayımız deb şunun için köreş kılatkan gap yani. Ma Avrupa'nın özde nurgun milletli bir yerde bir devlet yaşaydı ki hemmesi kanun aldı beraber yaşaganlık için bu yerdeki bir vesile onda nimelki karşı çıkış anca bo'lmaydigan bo'lsin az bo'ldi ki çünkü adalet bo'lganligi uchun. Adalet yo'qolgan kunisi bu yerda paramparcha chiqib ketdi bu yerning o'zimi. O isyan, o karşılıkla bu Müslüman ellerinde değil, Müslüman memleketlerde boğandek noktaya kilişki ihtiyaç yokken de söz kılıp anlatalayken, avaz toplar, şeylik yani tiniş şekilde el kılalayken. Elbette. O bu yerde bir adam bana derdim badisi tutayım bana böyle sola demeydi o Avrupa'da. Ne mi derdin var? Derdi hakkı olsa adamın hakkı ki. Mesela biz ma balının pulunu almayı bilmezgin kiptikemiz. Kandikim bir yerim yılda ütüp ketkendekin ma o 3-2 pulunu almayı tikemiz. Bir yerim yılda ütüp ketken vaxtda xat kipti pulun ne var deb. Yani onu o yer xatiyaz bakasa verip görüşkendekin 3 yıl yığılıp kalgan pulun hemisi bəyədi de. Hakkın varken de. Aslında hakkın bunu sen özellikle hakkı zaten boş alırsa deydi. Hakkı bulmagan nəsini bəyməydi. Mandaq der bu yerdeki nəsi bu. Bunun etini adalet diyen gepemdi. Xato bir qolgan bo'lsa ilib oladi sizlar. Hata qilamiz. Mesela biz Norveç'te biz işleyen vaxtda mesela taksi haydigan vaxtda şu jiqaraq töleylem dege bari bir nima Parti төлep qoysak, qaytırıp berdi degan narsa kallımızda eniq bada. Şunu 38%, 40% төлeymiz. Eşip ketkin 50% kesidi o. Yıl ahırı kelgen çağda onundakin ya 100 ming, ba'zi vaqt 150, 200 ming, ba'zi vaqt 20-30 ming misalda baş qaytı deb keldi. Eğer şu az төлep qalsak, yani 100 ming, 200 ming ya 40-50 ming az төлep qo'ysa mana tölevet deb keldi. Bunday narsa. Onun uchun bu yerde insan adaletini söylüyordu, beraberini söylüyordu. Her adam başka adamdan töven yaşayışını xalamaydı. Onda qo'ygandekin hamma adam beraber yaşayışını xalagandekin o beraberlik fakat adalet aslında vücutga chiqadi. İslamdaki birinci asası prensibi adalet. Aslındaki beraberlik misalda. Bütün insanlar adalet aslında beraber. Yani kanun aldı beraber diyen gapda. Hazır mesela Birleşken Devletler Teşkilatı olsun, qandaq bir devletniki nemisi olsun, insan hakları nemelerde hemmisi men muş prinsip var. Hamma adam kanun aldı beraber. Misalda bu xalqaro e'tirof qildi buning o'zini odatda. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, islomni barpo qilish har bir insonning majburiyati iymon etish xalqaro odamning ishi degan gap. Unda hech qanday o'z majburiyati yo'q. Uning ustiga Qur'oni Karimning o'zida din nima degan vaqtda islom. Yani
El-yevme ekmeltu lekum dinikum ve etmemtu aleykum nimeti ve rezitu lekumul İslam dina. Sizlikle İslam din qilib berdim deylik. Onun biz qo'shimcha, yani Allohga ishonish, payg'ambarga ishonish, kitobga ishonish, o ibodatni qilish ishlarini qilsak, xuddi biz nima yapat ya? Benim üzükünün tepsisi benim köz koygandek degandek bir maqal temsili var mı? Altın üzükke yakut göz. Altın üzük yakutun köz koygandek, yani texim bek güzel oldu. Diyen gebemde. Tamam. Şunun için bu yerde Mescid-i Haram'daki nemesi tushunchisi ve oniki Qur'onga asoslangan vaqtda onu berish, onu ziyorat qilishga bo'ladigan ziyorat qiladigan insonlar kimki desa, ya'ni shu hokimiyat ostidagi, ashadagi hokimiyat ostidagi insonlarniki ashani ziyorat qilishi yoki u yerga itoat qilishi lozimligini ko'rsatdi degan gap. Qur'ondagi bu mazmunga asosan. Yani bütün insoniyatni ko'rsatmaydi degan gap bu yerda. O gaplarga isbot shaklida hamda masalan bu Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselam o kelgan din İslam dini dedik-ku, burunki dinlar mesela Hristiyan deb atib olgan bizcha, Yahudi deb atib olgan mushu dinlarmi aslicha? Asli İslam dini, lekin buni o'zgartib olgan-ku. Agar tamam. Agar bularga farz bo'lgan bo'lsa, bular albatta bizim bekrak mening haqqim bor, men haj qilishim kerak bu yerga debchi. Elbette. Saudini qo'lda tortib olishim mumkin. Shunday. Elbette, 100%. Hozir Yerusalim uchun masalancha qanchalar jangi jadallar bular otdi. Ahli salib keldi masalancha. Nurg'ulg'an nimalarni vayron qilibdi. Uning oldida romalar keldi degandekchi. To'g'ri. Qilib jiq ishlab olganlar. Şununla bu Kur'an'daki peygamberlerdeki şu iş izlerini Kur'an'ın özünü okup görsek, bu yerde ben hiç kadar köremmedim. Peygamber Aleyhisselam'ı eğer Mekke'ni fethi kılış için bağmagan olsa belki bu yer bağmasak mümkündü. Keler yılı bağanın özü mü? Ömreci'de Ebu Bekir'in başçılık kılıp evetke vakti mi? Aşağıya bunun tekin, bunun ziyaret kılmaydı, kafirler ziyaret kılış bulmaydı diyen buyruğunun özüne baraatun minallahi ve rasulihi ilellezine ahadtum minel müşrikine diyen aşı ayetinin özüne 10 ayet aşının özüne aşı Hazreti